Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar uchun yana bitta yangilik qildik. Programmamizda yaxshi o'zgarish, foydasi tegadigan. Xo'p, kirishni birinchi bo'lib tushuntirib ketaylik. O'rgatganimizdek, programmani sizlarga o'rnatib ketganimizdan keyin birinchi bo'lib ID kodni yozasizlar, sizlarga berilgan. Hop, masalan, biz o'zimiz yozib berib, kirib berib ketamiz. Uni keyinchalik chiqib ketadigan bo'lsanglar, mana shu sizlarga berilgan ID kodni terib kirasizlar. Mountga telefon nomeringlarni yozasizlar. 998 hammasi to'liq yozilishi kerak. Plyusi ham, kodlari ham kiradi. Hop, bo'lgan yangilanish, bu yerdagi narsalar sizlarga bergan emas, o'sha tushuntirib bo'lingan. Hop, sozlamalarga o'tasizlar. Sozlamaga o'tganinglardan keyin mana yangilanishni tekshirish ustiga bosib, yangilanish va qayta ishga tushirishni bosib yuborasizlar ustiga. Bo'ldi, shu bilan programma o'zi yangilanadi. Next bosasizlar, install. Yangilanyapti. Finish bosib yuborasizlar, bo'ldi. Programma yangilandi. Yangi versiyasi o'zi sizlarga o'rnatildi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, endi programmamizda bo'lgan yangiliklar, asosiy yangiliklar omborxonada. Omborxonada esinglarda bo'lsa, mana bunaqa katta harfda produktlarning nomi yozilmasdi. Bu ham sizlarga bitta qulaylik. Bundan tashqari asosiy qulayliklar. Xo'p, 3 ta nuqta bossanglar, bu yerda zaxira qo'shish, asstatga qo'shish, chop etish, tahrirlash hammasi chiqib keladi. Eski versiyada esinglarda bo'lsa, o'ng qo'l burchak edi. Ishlatishga yana ham qulaylashdi, sizlarga optimallashtirildi. Chop etishni bossanglar, shtrix kodini chiqarib beradi. Yopishtirishingiz uchun bu yerdan delete qilishingiz ham mumkin. Xo'p, yana yangiliklardan firma. Firmada ham esinglarda bo'lsa, firmalarni o'chirishni iloji yo'q edi. Nimagaki biz o'sha hisob-kitobda adashib ketmasligingiz uchun yoki kimdir o'zi bilmay holda zarur ma'lumotlarni o'chirib tashlamaslik uchun firma o'chirishni yo'q qilib qo'ydik, lekin ko'pchiligiga kerak ekan. Firmani delete qilib bu yerdan o'chirib yuborsanglar bo'ladi. Qo'shganinglardan keyin bemalol boshqarib borasizlar, qaysi firma bilan ishlayapsizlar, qaysi biri bilan chiqib ketdi o'sha sizlardan ishdan. Plus yana bitta qulayligi, agar o'sha firmadan qarzinglar bo'lsa, bu yerda o'chirib bo'lmaydi. Delete bosib o'chirib yubora olmaysizlar, agar sizlarning qarzinglar bo'lsa. Hop, bu ham bitta qulaylik, to'ba. Rasman bir qarzinglar bormi, esinglardan chiqmagani yaxshi. Keyin yana yengiliklarimizdan kategoriyada. Kategoriyada ham qo'shgan narsalarni bu yerdan o'zgartirsanglar bo'ladi. Yengitdan qo'shib o'tirmay yoki tek-tugi bilan o'chirib tashlasanglar ham bo'ladi. Qo'shish har doimgidek o'sha joyda. Hozircha yengilliklar uncha katta emas, lekin ko'pchiligiga foydasi tegadigan. Mana shunaqa mayda-chuda narsalar bilan programmalarni yana takomillashtirishda davom etamiz. Agar yana qanaqadir talab takliflaringiz bo'lsa, bemalol aytishinglar mumkin.